Sotuvga chiqishi bilan butun dunyoni lahzaga keltirgan telefon haqida gaplashamiz. Bu telefonimiz Samsung A5 2017. Bu telefonimiz chiqqaniga почти 10 yil bo'lyapti, lekin telefonimiz o'zini urovini haligacha yo'qotmagan. Kolonkalari ham yo'qda bo'ladi. Eskilarniki ham yo'qda bo'lgan. O'zi A5 2016 larniki. Yana bu telefonimizcha Type-C zaryadkada o'kela, Type-C. Yana mini jack ham 3,5 mm yani. Короче, namoyish qiladigan joy deylik, namoyish bo'lgan oldim. Endi bu yoqqa ko'chirilgan. Mikrofonlari ikkita, sim karta joylari ham ikkita bo'ladi, yana uni ustiga ekranlar родной, yana goldda yana bu okalar qaranglar. Yana bu telefonimizda отпечатки funksiyasi ham bor. Samsungning A modelida. Nima desam mumkin? Bu shunchasiga emas-da. Bu telefonim sotuvga chiqqanda $200 bo'lgan, например. $200. S model endi u payt ancha-muncha qimmat bo'lgan. A5 2017 ikkita sim kartali. Yana bu sotuvga chiqqanida okayina ham IP68 lari bo'lgan. Suvga bemalol tiqib, mana maza qilib ishlatsangiz bo'lardi. Bitta kamerasini ko'rsatib o'tay mana. Kamerasini qaranglar, okaylar. Menimcha juda ham a'lo. Nashnoy deysizlarmi? Nashnoy ham menimcha yaxshi bo'ladi. Lekin 2017-yil chiqqan telefon uchun menimcha juda ham a'lo deb o'ylayman. Lekin ishlatish bo'yicha menimcha juda ham a'lo bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shu telefonlarni yana sotib olib, yana tutsanglar bo'larmikin? Hatto ikkinchi telefonga. Lekin men tutgan bo'lardim.